27 yillik ömrünü Xitay komünist işgaliyatçılığının türmesinde ötközgen Şarkı Türkistanlık da'vatchi Şeyh Abdukerim Abduvali türmedeki çıdıgısız azaplar sebebinden şehit kılındı. Kerem Abduvali'nin Şvetsiyada yaşaydigan bir tuqqani inisi Muhammed Abduvali'den qerindishining ölüm xabarini 2017 yılının 5'ida ishonchlik manbalardan anlaganligini, bu qayg'uli xabarni hozirgacha boshqalarga demaganligini aytdi. Buningga qarta Sharq Turkiston informatsion markazining raisi Abdujalil Qarqash bayonot e'lon qilib, shahidlarimizning qini bekorga oqmaydi, Xitoy kommunistlari buning badalini to'lamay qolmaydi dedi. Shuning bilan bir vaqtda marhumning yotgan yerini Firdavs jannati bo'lsin deyish bilan billa urug' tuqqanlarga Allohdan sabr tiladi. İkinci dekabr İstanbul'daki İyi Partiya rahbarlari Sharq Turkistondagi Türk qarindoshlarning chekayotgan azob oqibatlarini dunyoga anglatish maqsadida Fatih maydonida namoyish o'tkazdi. Bu namoyishga ishtirok qilgan Sharq Turkiston Milliy Majlisining raisi Setim Turk efendi nihoyat muhim so'z qilib, bu namoyish butun dunyoda Sharq Turkistonni maymun o'yinini o'ynatayotgan bugungi kunda Turkiyadagi Türk qarindoshlarimizning har vaqt biz bilan birga ekanligini eslatdi. Dünya Sharq Turkistondagi mazlumlarga ko'zni yumgan bo'lsa-mu, Türk qarindoshlarimiz qarab turmadi va butun dunyoga ovozini anglatdi. Alloh bulardan rozi bo'lsin dedi. ...27 noyabr Dünya Müslüman Olimlar Birligi Xitoyning Uyg'ur musulmonlariga qarta yurgizayotgan siyosatiga qarshi bayonot e'lon qildi. Xitoyning millionlagan musulmonlarni qayta tarbiyalash degan nomda jazo lagerlariga majburiy solab qo'yishi diqqatni qo'zg'amoqda. Jazo lagerda ularning izzat obro'yining dafsanda qilinayotganligi, ularning diniy aqidasidan, milliy madaniyatlardan uzoqlashtirish uchun har xil qabih besimlarni yurgizayotganligi ma'lum bo'lmoqda. Dünya Müslüman Olimlar Birligi Xitoydagi musulmonlar ustidan yurgizayotgan zulmning og'irligi va bu ahvolning nihoyat xatarli ekanligini ta'kidlaydi. Bu ahvolga qarta noroziligini bildirdi, shundaqla buning qabul qilinmaydiganligini ifodalaydi. Agar vaziyat mushundaq davom qilaversa, oqibatining Xitoy kommunistlari uchun yaxshi bo'lmaydiganligini ogohlantirdi. ...14 noyabrdan boshlab Amerika va Yaponiyada ziyorati bo'lgan Dunyo Uyg'ur qurultayining raisi Dolqin Aysa 28 noyabrdan boshlab Avstraliyaga ziyoratini boshlagan. U bugun Avstraliyaning Sidney shahridan ziyoratimizni qabul qilganda oldi bilan Amerikadagi ziyorati jarayonida olib bo'lgan faoliyatlarini bir qor eslab o'tdi. Dolqin Aysa so'zida Yaponiya ziyaratining natijali o'tganligini, bu natijaning beshida Yaponiyadagi Uyg'ur jamoatiga muhojiratdagi Uyg'ur milliy davosini to'ntish hamda ularni Uyg'ur davosi sepiga qo'shishdan iborat jiddiy bir ehtiyojni o'rindash qadamining besilganligi ekanligini eskartdi. U yana so'zida Avstraliya ziyorati jarayonida Avstraliyadagi Uyg'ur jamoati va Uyg'ur tashkilotlari bilan bo'lgan faoliyatlarining bu qitimqi ziyoratining muhim maqsadlarining biri ekanligini bayon qildi. Birinchi dekabr Trump bilan Xi Jinping kechlik ziyofatda ikki taraf muzokara temasi haqida to'xtalib, Amerikaning 2019 yili 1-yanvardan boshlab 200 milliardlik Amerika dollari qimmatidagi tovarlarga jazo xarakterlik tamojni bejini 25% ga o'stirmaydiganligini, Xitoy taraf buning badaliga nurg'un turda Amerikaning mollarini, bo'libmi dehqonchilikqa oid mollarini setib olib, Amerika savdo aktiv balansini azaytishni maqsad qilgan. İki taraf yana majburiy texnika o'tinib berish, tor hujumi, tor o'g'irligi va mulozimat dehqonchilik sohalarida suhbat ifodi. Yuqoridagi va'dalar 90 kun ichida ijro qilinmasa, Amerika 25%lik tambojni bejni amallashtiradiganligini dedi.